Assalomu alaykum YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun sizlar bilan DLC Legend kanali. Xo'sh, bugun sizlar bilan DLC 2026 darajasi tushib ketadigan, DLC 2026 da yo'qolib ketadigan futbolchilar hamda DLC 26 da ko'tariladigan, ya'ni darajasi ko'tariladigan futbolchilar haqida gaplashib o'tamiz. Va boshladik. Va video so'ngida sizlarga o'zimning akkauntimni obzor qilib beraman. O'zim kuchaytirganman noldan bu akkauntni. Boshladik demak. Birinchi bo'lib DLC 26 da yo'qolib ketadigan futbolchi bu Arsenalning tayanch yarim himoyachisi bo'ladigan Jorginho bo'ladi. Ushbu futbolchi yaqindagina Arsenaldan AQShning Flamingo jamoasiga borib qo'shildi. Shuning uchun Flamingo DLCda bo'lmaganligi uchun Jorginho yo'qolib ketadi. Keyingi futbolchimiz bu Ederson. Ederson Manchester Citydan Turkiya ligasiga ketdi. Turkiya ligasi DLCda bo'lmaganligi uchun Ederson ham yo'qoladi. Hozir darajasi ham ancha tushib qolgan. Olib qo'yishinglar maslahat beraman. Demak, himoyachilardan Ramslar yo'qolib ketgan. Hummels. Mats Hummels ushbu futbolchi DLCda 26 yo'qolib ketadi, chunki faoliyatini yakunladi. Bu futbolchi Roma futbolchisi edi. Yakunladi. O'sha Neymar Barsada o'ynab yurgan paytlari, o'sha paytlar hattoki Germaniya terma jamoasida bo'lardi futbolchi. 80 reytingga men kuchaytirilganligi uchun 88 bo'lib turibdi menda. Keyingi futbolchimiz bu yo'q. Keyingi yo'qolib ketadigan futbolchimiz bu Gundogan bo'ladi. Cityning yarim himoyachisi. Bu ham Turkiya ligasiga ketdi. Shuning uchun olib qo'yishinglarni maslahat beraman. 80 reytingda 83 gacha ko'tarilib olgan edi. Bir paytlar Barsada o'ynab yurganida ushbu futbolchi ham yo'qoladi. Demak, yo'qolib ketishi mumkin bo'lgan James Rodriguez. Boshqa jamoalarda hozir qaysi jamoada o'ynayotganini bilmayman, lekin yo'qolib ketishi mumkin, olib qo'yishinglar mumkin. Transferlardan chiqish juda qiyin James Rodriguezda. Aynan kuchli akkauntlarda chiqib qolmasa, bo'lmasa umuman chiqmaydi. Keyingi futbolchimiz bu Arturo Vidal. Notanish ligalarda, notanish klublarda o'ynab yuribdi. Bu futbolchini ham olib qo'yishinglarni maslahat beraman. Darajasi tushib ketadi. O'ta tushadi lekin Vidalda. Chiqish qiyin bo'lgan futbolchi bu ham. Endi napadaychilarga kelsak, napadaychilardan yo'qolib ketadiganlari bular Angel Di Maria bo'ladi. Chunki Angel Di Maria o'zining birinchi klubiga o'tib ketdi. U klub DLCda yo'q. Shuning uchun yo'qolib ketadi. Diego Jota afsuski avtohalokat tufayli bu hayotdan ko'z yumdi. Ushbu futbolchi olib qo'yishinglarni maslahat beraman. Keyingisi Son Heung-min bo'ladi. Son yo'qolib ketadi, chunki adashmasam Los Anjelesga o'tib ketdi Son. Masalan, Olivier Giroudni olsak, Giroud ham Los Anjelesda o'ynarda. Hozir A seriyaga o'tdi, yana DLCda qo'shiladi. Giroud Los Anjelesda o'tganda Fransiya terma jamoasi hatto DLCda bo'lishiga qaramasdan Giroud DLCga yo'qolib ketganda, Son Heung-min ham Koreya terma jamoasi DLCda bo'lishiga qaramasdan yo'qolib ketishi mumkin. Demak, keyingi futbolchi bu Marco Asensio. Asensioni olib qo'yinglar, Feyenoord baxchaga o'tib ketdi. Ushbu futbolchi Realning sobiq futbolchisi hisoblanadi, yo'qolib ketadi. Werner ham boshqa ligalarga o'tib ketdi. Olib qo'yishinglarni maslahat beraman, yo'qolib ketadi. Keyingi futbolchi bizda o'zimizning Eldor Shomurodov bo'ladi. Bashikshahirga o'tgandan keyin Bashikshahir Turkiya ligasiga kiradi. Shuning uchun ham olib qo'yinglar, Turkiya ligasi DLCda yo'q, yo'qolib ketish ehtimoli katta. Endi sizlar bilan DLC 26 da darajasi pasayadigan futbolchilarni ko'rib chiqamiz.
Darajasi pasayadi. Bu bir Lionel Messi. Lionel Messi Inter Miami safida yaxshi o'yinlar o'tkazmoqda, lekin Dallasini bilamiz, albatta reytingini tushiradi. Ruben Dias. Ushbu futbolchi ham hozir Cityda o'ynashga qaramasdan o'yinlar darajasi anchagina pasayib ketdi, tushib ketishi mumkin. Luka Modric tushib ketishi mumkin. Chunki o'yinlar anchagina sustlashdi. Cristiano Ronaldo bo'ladi keyingi futbolchimiz. Yo'qolib ketmaydi-yu, lekin darajasi tushadi. Har yilgidek Araujo tushadi darajasi albatta, chunki o'zimda tushib bo'ldi. Men olib qo'yganman. Kim Min Jae'ni ham tushib ketadi. O'zi 80 reytingga bo'ldi. Men 81 reytingni olib qo'yibman. Keyingi futbolchi bu Casemiro. Даже 77 reytingga tushib ketdi. Ushbu futbolchi Lautaro tushib ketishi mumkin. Lewandowski tushib ketishi mumkin. Griezmann tushdi o'zi. Foden tushib ketishi mumkin. Alaba 100 talik tushadi shu Alaba, chunki Real o'tgan mavsum anchagina o'yin olmay qolganida Alaba deyarli yordam bermadi Realga va haligacha yordam bermayapti. Andrew Robertson tushib ketdi anchagina futbolchi. Walker keyingi futbolchimiz. Walker tushib ketadi. Tushib ham ketdi, sariq karta deydi. Va bo'ldi. Endi Dallas 26 ta darajasi ko'tariladigan bir nechta futbolchini aytib o'taman faqatgina. Birinchi, Gianluigi Donnarumma PSJdan Cityga transfer qildi, ammo PSJda ajoyib mavsum, deyarli PSG gol o'tkazmadi. Zo'r turdi Donnarumma va Chempionlar Ligasiga ega chiqdi. Shuning uchun ham Donnarumma 85 reytingga bo'lishi mumkin. Keyingi futbolchimiz bu Lamine Yamal. Oltin to'p darajasidagi futbolchi. Ikkinchi o'rinni oldi oltin to'pda. Birinchi o'rinni koshki Dembele olgan bo'lsa-da. Lamine 85 yoki 86 reyting bo'ladi. Hozir 84 o'zi. 85 Rafinyaga o'tamiz. 86 bo'ladi. Dembele ham, chunki oltin to'pni oldi Dembele. Barsa esa ichki treble-ni qayd etganligi uchun shu futbolchilar ko'tariladi. Endi o'zimning akkauntimni obzor qilib beraman sizlarga. Birinchi bu mana bu joydan boshlasak. Akkaunt legendariy divizionda turibdi. Ko'p o'ynalgan, juda ko'p, mana ko'rib turishingiz mumkin. Akkaunt 8-tierda deyarli 4,5 million XP jamlangan. 345 ta birinchi o'rin, 16 ta ikkinchi o'rin, 18 ta uchinchi o'rinlar olingan. Akkaunt reyting o'ta baland, 95.4 reytingda. Va mana bu joyi ham deyarli 88 ga ko'tarilay deb turibdi. Ko'p o'ynalgan ushbu akkaunt, emojilar hammasi olingan. Rekordlarni ko'rib chiqsak, 19-0 eng katta g'alaba va mana Erling Haaland, hozir mana bu yerda ko'rsataman. Mana bu joyda Erling Haaland 64 yarddan eng uzoq bilan gol urgan. Shuning uchun mana shu joy. Bo'ldi. Eng ko'p o'yin o'tkazgan ham Erling Haaland. Mana shu yerda yozib qo'yibdi. Hozir. Mana shu joylarda yozib qo'yibdi. Erling Haaland deb. Mana komandaga juda ko'p o'yinchilar olingan, sotib yuborilgan bu futbolchilarni full qilish uchun 38 ta zaminaga ega. Futbolchilar hamma sovrinlardan bor mana. Qolib ketgan sovrin yo'q. Hamma sovrinlar olingan bu akkauntga. Sotilmaydi. Ko'rib chiqishingiz mumkin. Olinmagan sovrinning o'zi qolmagan. Mana bu joyiga Bavariya logosini qo'yib qo'yganimga qarab o'tirmaysizlar. Bavariya muxlisi emasman. Bavariya muxlisi bo'lmaganman. Men Real muxlisiman. Real Madrid deb yozib qo'yibman. Chunki Real logosi juda kichkina bo'lib qolgani uchun Bavariya ham yo'q menga. Shuning uchun qo'yib qo'yganman. The Classic Play Adam solingan, endi sotib yubordim. Kerak emas menga bu futbolchi. Darajasi past. Va mana bu joyga keladigan bo'lsak, stadion 92.632 kishiga mo'ljallangan va full holatiga yetkazilgan mana.
Hozir mana shu joyda mana ko'rib turibsizlar, legendariy diviziondan ham oshirib qo'yilgan bu akkaunt. Gap bo'lishi mumkin emas. 52 futbolchi sig'adi. O'zim ko'targanman bittalab olmos yig'ib. Umuman donat degan narsa o'zi tegmagan bu akkauntga. Umuman pul tikilmagan bu akkauntga ham. Va keyingi narsaga o'tsak, har kelganda mana bunaqa sabitiyalar yutiladi. Shaxsan o'zim yutaman. Mana shu joy. Sabitiyalarni o'zim yutaman. Hozir 1 soat va 2 daqiqa buni ham yutib olaman albatta. Yana qayerlar? Endi akkauntni o'ziga keladigan bo'lsak, darvozada Alisson Becker reaksiyasi 100, rukovodители 86 hamda bizda zaminada Ederson bor, reaksiyasi 92, rukovodитель 87. Pas 5 darajalari Alissonnikidan anchagina yaxshiroq. Himoyachilar chap tomonda Hernandez zo'r holatda va o'ng tomonda Ashraf Hakimi 400 tepadan, markaziy himoyada William Saliba 400 tepadan 93 atbor va Virgil tepadan 400, pastdan 100, 500 chiqarganman bu Van Dijkdan. Uncha joylarda bo'lmaydi. 2 marta sotib olib boshqatdan full qildim va 500 holatiga erishdim. O'ng qanot hujumida Muhammad Saloh uncha yaxshi full bo'lmay qolgan. Chap qanotda Vinicius Junior tepadan 400, kontrol мяч 94, pas 95, udar 92, otib 41. Federico Valverde markaziy yarim himoyada tepadan 400, atborlari 86, super zarbasi 80. Kevin De Bruyne uncha yaxshi ushlamay qolgan, texnika bermaganman bunga, faqat fitness darajasida shunday full bo'lgan. Erling Haalanddan 500 bu odatiy holat va bir kam dunyo bo'lib qolgan Kylian Mbappe ham bor. Bitta udari 99 bo'lib qolgan, tepadan 400. Shunda ham bilmay zo'r o'ynaydi. Va Rodri, bunda ham bir kam dunyo 98 bo'lib qolgan. Uskarini qolgan hammasi auto pas, super kontrol мячlar ham zo'r. Keyingi Jude Bellingham o'shqamay qolgancha texnika ketib qolgan bunga. Shunda ham zo'r o'ynab beradi. Keyingisi Gabriel Batistuta zo'r full bo'lgan. O'sha paytlar full qilishni bilmasdim va mana keyin paydo bo'ldi. Mana Bayinani zo'r full qilganman. 400 tepadan Skoros, Uskarini, Vinicius Levis 100 hamda pastda udar 91, pas 100, kontrol мяча 96. Zo'r o'ynaydi Bayina. Rudiger dahshat full bo'lgan. 400 tepadan 98, pas 5 90. Messi ham bir kam dunyo bo'lib qolgan, yaxshi full bo'lmagan uncha. Ruben Dias bilmaganman, texnika udar ketib qolgan lekin. Asimxon zo'r. Modrichni yaxshi full bo'lganman. Militao'da ham uncha bilmaganman. Cristiano zo'r full bo'lgan, ammo o'zgari skorosti, ya'ni 90 bo'lib qolgan. Toni Kroos zo'r, Ederson ko'rsatdim. Araujodan 400 hamda Otuba deyarli Saliba bilan bir xil full bo'lgan. Bo'yini raznitsa qilmasa agar Saliba bilan bir xil, Kim Min-jae uncha yaxshi full bo'lmay qolgan. Gundogan zo'r bo'ldi. Hozirgi ana 2 sezonda keldi-ku Mateus. Shu bilan deyarli hozir full bu Gundoganda fulli, Mateus full bo'lmagan holat bilan deyarli bir xil qo'ygan. Zo'r Isco bo'ladi, Di Maria bo'ladi, Ramos uncha yaxshi bo'lmay qolgan, Jota zo'r, Son yaxshi ketmoqda, Hummels ham yaxshi, Casemiro yaxshi, bir kam dunyo bo'lib qolgan Marco Asensio, Pepe bor, Wernerdan 200 chiqargan, ajoyib o'ynab beradilar qanotda. James zo'r, Sanchez zo'r, Vidal bor. 3 ta kuchaytirgich berdim, full bo'lmadi ekan. Walker yaxshi ketyapti va shu Eldor Shomurodov ajoyib full bo'lgan. Zarbalarni anchagina ko'targanman. Shuning uchun Skoros, Uskarini, Vin silalari kuchsizroq bo'lib qolgan. E'tibor qilmaysizlar. Xo'sh, endi bo'ldi. Shu do'stlar